Hammada ovoz yaxshi bo'lsa, birinchi darsni boshlaymiz. Agar ovoz eshitilmayotgan bo'lsa, mana kommentariyadagi yozsalar bilan fikr bildirish degan joyiga. Hop, birinchi mavzudan ekranlar yaxshi bo'lsa, birinchi misol ishlaymiz. Endi bu birinchi dars bo'lgani uchun bitta ikkitasini ishlaymiz, lekin hammasini emas. Birinchi sizlarga topshiriq beramiz, keyin ishlab chiqamiz o'rindan. Mana yulduzchalar misollar hammasi. Birinchi yulduzcha, 2, 3. Birinchi yulduzchalar oson degani, ikkinchi yulduzchalar sal qiyin, uchinchi yulduzcha yana ham qiyin degan. Chunki boshi osondan. Birinchi masala mana Anora, Bahodir, Erkin, Laylo va Zafar bir oila farzandlari. Hop, demak 5 kishi bitta oila farzandlari. Laylo Erkindan 1 yoshga kattaroq. Demak, mana Laylo eng bo'ladi. Hop, Erkindan mana qo'shamiz 1 degan. Keyin Bahodir va Erkin egizaklar. Egizak degan ikkalasi teng degan. Mana Bahodir bilan teng bo'ladi Erkin. O'z-o'zidan mana qolganini o'qimasdan turib ham mana Bahodir bilan Erkin egizak bo'lgandan keyin Laylo Erkindan ham Bahodirdan 1 yosh katta degan. Hop, keyin Anora Laylodan 3 yoshga kattaroq degan. Demak, mana bu yerdan yozib olamiz. Bahodir 8 yoshda. Zafar Erkindan yoshroq, yosh kattaroq. Demak, nechiligini aytmagan, faqat yozib olamiz. Zafar katta bo'lishi kerak Erkindan. Ammo Anoradan yoshroq. Demak, Anora Zafardan ham katta. Mana bu savolga mos o'zimiz tenglamaga o'xshash tuzib oldik. Shu bo'yicha quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Ba'zida Erkin 11 yoshda. Bu javoblardan kelishdan avval bu yerni topib olaman. Birinchi Bahodir 8 yosh mana. Bahodir 8 yosh bo'lgandan keyin Erkin ham 8 yosh bo'ladi. Hamma bolalarni yoshini aniqlab olsak, bu shundan bitta javobga mos keladi. Endi Layloni topamiz desak, ulardan 1 yosh katta. 8 ga 1 qo'shib beramiz. 9 yosh degan Laylo. Hop. Endi Anora Laylodan 3 yosh katta. Laylo 9 yosh bo'lgandan keyin Anora necha yosh bo'ladi? 12 yoshga. Anora 12 yosh, Laylo 9, Erkin bilan 8 yosh. Endi Zafar topishimiz kerak. Zafar qoldi. Demak, hozir 4 tasi aniq, Zafar aniq emas. Erkin 8 bo'lsa, Zafar shundan katta bo'lishi kerak. Hop, Anora 12 yosh. Demak, Zafar 8 dan katta, 12 dan mayda degan. Shulardan topib olaman. Erkin 11 yoshda. Demak, bizda Erkin 8 yosh bo'lishi kerak. Shuning uchun bu xato degan. Xato. Bu javobda Anora Zafardan 2 yoshga kattaroq. Anora Zafardan 2 yoshga kattaroq der. Hozircha tursin. Demak, bu ham hozir keyin ko'ramiz. Javobda barchasi 8 yosh yoki undan kattaroq.
Barchasi 8 yosh yoki undan kattaroqda. Demak, Anora 10 yoshda. Bu ham xato. Demak, A bilan D aniq xato degan. Tamam, chizib qo'yamiz. Endi bizga B yoki S'ni tekshirib ko'rishimiz kerak. Anora Zafardan 2 yoshga kattaroq. Hop, Zafarni aniqlamadik. Zafarni aniqlash uchun mana bu yerda aytgan. Zafar Erkindan yoshi kattaroq, ammo Anoradan yoshroq. Demak, mana Zafar Erkindan katta. Erkin 8 yoshida. Erkindan katta bo'lsa 8 dan katta, 12 dan kichik. Hop, demak bu bo'lishi mumkin. Chunki agar 10 yosh chiqadigan bo'lsa, Anora 12 yosh bo'lsa, shundan kattaroq bo'ladi. Endi S javobda barchasi 8 yoki undan kattaroq. Savol o'zida noto'g'ri ketib qolibsiz-ku. Mana bu yerni noto'g'ri qo'ygan ekanmiz. Bu yoshroq degan ekan, noto'g'ri. Laylo Erkindan 1 yoshga yoshroq, kichik degan katta deb o'qiyapmiz. Noto'g'ri. Demak, Layloni bu yerda chiqamiz. Erkin 8 bo'lsa, Laylo 7 bo'ladi endi. Laylo 7 bo'ldi. Anora demak 10 yoshda bo'ladi. Bo'ldi. Javob bo'larkan. Birinchisi ishlandi. Endi ikkinchisiga o'tishimiz kerak. Ikkinchi savolda mening 2 ta singlim bor. Bitta singlimdan 3 marta kattaman. Ikkinchi singlimdan esa 6 yoshga kattaroqman. Agar bir singlimning yoshi ikkinchisining yoshining yarmiga teng bo'lsa, men necha yoshdaman? Hamma yoshlar butun sonlarda ifodalangan deb. Hop, demak, birinchi men degani bo'ladi. Ikkinchi singlisi, uchinchi bitta singlisi bo'ladi. Hop, birinchi mana bitta singlim 3 marta kattaman. Demak, masalan, mana bu x bo'lsa, birinchi singlisi shu 3x bo'lishi kerak. 3 marta katta bo'ladi. Ikkinchi singlimdan esa 6 yoshga kattaroqman deb. Hop, ikkinchi singlisidan 6 yosh katta bo'lsa, 6 yosh mayda bo'lishi kerak. Demak, bu 3x dan ayiramiz 6 degan. Bu yerda endi aniqlab olish uchun
belgilashga oldik. Endi ikkita singlimdan qaysi bir katta kichikligini olishimiz kerak. Masalan, deylik ikkinchi singlisini katta desak, mana bu ikkita singlisidan ikkinchisi birinchisiga nisbatan katta bo'ladi. Demak, bunga oladigan bo'lsak, uning o'zini tenglama qilsak, hop, u ikkinchi singlisidan buni ayirib olishimiz kerak. 3x dan ayiramiz x degan. Shunda tenglashib qoladi. Hop, shu tenglamani ishlaymiz. Bu tomonda 3x minus 6 tursa, bu tomonda 3x dan x tengsa 2x qolib ketadi. Endi son tanlab ko'rishimiz kerak. Sonlar butun sonda chiqishi kerak. Chunki yosh bo'lgandan keyin faqat masalan 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh degan narsalar qo'yiladi. Shu bo'yicha ishlab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tenglamani ishlaymiz. Mana 2x ni bu tomonga o'tkazamiz. Mana 3x ayiramiz 2x. Bu tomonda 6 qolib ketadi. 3x dan 2x ayirsak x qoladi. Teng bo'lishi kerak 6 ga. Demak, bu x endi kimning yoshiga qo'yib ko'ramiz. Biz ikkinchisini kattaroq dedik. Endi bu eng maydasiga 6 qo'yib ko'ramiz. Demak, mana bu agar 6 yoshda bo'lsa, 6 deb qo'ysak, bu o'zining yoshini topadi desak, 3x, ya'ni shundan 3 barobar katta. 6 kira 3 18 yosh bo'ladi. Mana o'zining yoshi 18 bo'lsa, birinchi singlisi 6 yosh bo'ladi. Endi keyin eng maydasini topamiz. Shundan 6 yoshga maydaroq 12 yosh, ya'ni 18 dan 6 ni ayiramiz degan. Haqiqatdan buni uchalasining ham yoshi butun sonlarda chiqadi. Agar uchalasining yoshi butun sonda chiqmasa, demak bu noto'g'ri bo'ladi degan. Xo'p, endi hammasini ishlamaymiz masalalar. Bu birinchi dars bo'yicha faqat sizlarga jonli dars bir haftada hozirda 2 kun qilamiz. Birinchi mavzuda mana masalalar ko'ramiz. Masalalar nechta masala bor? Mana o'z mana 2 yulduzchanlar boshlangan mana. 45-48larda o'zida adashmasam 75 ta misoli bor. Birinchi mavzu 8 ta mavzu. 75 ta masala ekan. 3 ta yulduzchanlar bor. Sizlarga birinchi topshiriq, agar hamma eshitayotgan bo'lsa, birinchi masala, ikkinchi masala ishlandi. Bu mana buni 18 ga belgilab qo'yamiz. Ikkitasi ishlandi. Shunday qilib ishlaysan. Hop. Birinchi masaladan 20-masalagacha uyga vasfa bo'ladi. Misollar 20 ta masala buguncha yakshanba kungacha vaqt bo'ladi. 20 test ham tashlab qo'ydim. Bu ertagacha vaqt. Botga jo'natasizlar uni. Hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugun birinchi dars kamroq qilamiz. Keyingi darsda lekin dars ko'proq bo'ladi. Yakshanba kungacha vaqt bo'ladi. 20-masalagacha. Shu 20 gacha ishlash kerak. Kitob yo'qlarga rasm o'chirib tashlab qo'yamiz. Shu kanalda o'ziga, lekin guruhga tashlamaydi, faqat kanalda bo'ladi. Hamma eshityaptimi o'zi? Fikr bildirish degan joyga yozing, dars tushunarli bo'ldimi o'zi? Agar eshitayotgan bo'lsalar. Agar ovozlar yaxshi eshitilmagan bo'lsa, yo ekranda nimadir bo'lgan bo'lsa, sizlarda internet yaxshi emas degan. Internet yaxshi bo'lganlikda ovozlar uzilib qoladi. Yo qatnasholmaganlar uchun hozir ekran zapis bo'lib, ekran zapisni tashlab qo'yamiz kanalda. Shundan ko'rib olasiz vaqtga qarab.